Assalomu alaykum hammaga. Ancha vaqt video qilib chiqolmadim. Farzandli bo'ldim. O'zimda shaxsiy ishlarim bilan ovora bo'lib video qilib chiqolmadim. Haliyam o'sha men Maftuna Moskvada 10 yildan beri yashab kelaman. Xudo xolasa endi tez videolar qilib chiqib turaman. Hozirgi kunda ikkita kichkina o'zimda biznesimni boshladim. Kichkinagina qilib fabrika ochdim. Kosmetologiya ish faoliyatini boshladim. O'sha ikkita ish faoliyatimdan videolar qo'yib boraman. Videoga like bosing. Moskvada ishlab yurgan opa-singillarimizga videoni podelitsa qilib qo'ying. Chiroyli videolar kuting mendan. Bundan buyog'iga qayerdan material olib kelaman, Moskvada qayerga sotaman ishimni, nima tikyapman, qancha materialdan bugungi kunda futbolka tikyapman, qancha materialdan nechta futbolka chiqadi. Kosmetologiya ishlarimda qo'yib boraman. Xudo xolasa bundan buyog'iga opa-singillarimizga tikuvchilikni o'rgatamiz. Moskvada o'zini ishini yo'lga qo'ya olmagan, tikuvchilik sohasida endi kirib kelayotgan opa-singillarimizga juda ham foydam tegsin. Xudo xolasa bundan buyog'iga videolar qilib chiqib turaman. Opa-singillarimizga juda ham ko'p foydam tegadi degan umiddaman. Mana do'stlar, bugun o'zimni ishxonamga material olgani keldim Moskvaga. Mana shunday optim narxda sotadi. Hamma svitidan bor. Mana shunday optim joylardan ishxonamga material olib ketaman. Klient zakasiga qarab mana shunday sariq, qora, oq, har xil svitlarda bugungi kunda futbolka tikyapman. Klient har kunlik har xil svitlarda zakaz tashiydi. Tikib klientga yetkazib beraman. Mana shunday manjetlardan tikamiz. Qanaqa tikayotgan futbolkalarda, modellarda video orqali qo'yib boraman. Har kuni har xil narsa tikamiz. Bugungi zakazim futbolka. Bu yerdan optim narxda olib ketamiz. Juda ham assortiment ko'p. Xohlagan rangingizdan topsangiz bo'ladi. Bu yerda juda ham assortiment ko'p. Materiallar mahroviyga material ko'p, futbolkaga, letni, har xil modelga assortiment ko'p. Mana shu yerdan topib olib ketamiz. Mana shunday mashinaga solib kunlik ortib olib ketamiz.